Shoshganimizda hammamizda ham shunaqa holat bo'lib turadi. Yana Robaklin pilsosini reklamasimi deyapsizmi? Bilamiz, gilamdagi dog'ni ketkizib, yuvib, quritib ham beradi deyapsiz. Lekin bu pilsos dimoxod vazifasini bajarishini bilarmidingiz? Bitta ovqat qilganimizda kiyimimizdan tortib uyimizgacha yog' hid bo'lib ketadi. Shunaqangi vazifasi borki, pilsos butun yog' hidlarni tortib olish bilan birgalikda ozgina rayhon to'g'rab olsangiz, oshxonangiz rayhon ifori bo'lib ketadi. Robaklin xodimiga zo'r pilsosku faqat shu idish sal nozirroq dedim. 150 kilogacha yuk ko'taradi. Samolyotda oynasi ham shu materialdan tayyorlangan deganlardan keyin gapimga uyalib qoldim. Bu pilsos yana burchakdagi changlarni tortarkan, devordagi islarni olarkan, pollarni yuvarkan, kafellarni yuvib, yana artib ham berarkan. Oynalarni artib chiqqaningizdan keyin bo'lsa, oyna bormi yo'qmi payqamay ham qolisharkan. Bu nasatkalarning ko'pligini qarang. Yevropada ishlab chiqarilganiga qaramasdan o'zbek kelinlarini ham ishni qilarkan. Ko'rpachalaringizni ham yuvib berarkan. Havodagi changlarni tozalabgina qolmasdan har xil infeksiyalarni ham o'ldirarkan. Poloslarni o'zi ham pilsos qilib tashirkan. Xullas, bor ekan u yo'q ekan, qadim emas shu zamonda shunaqangi Robaklin degan zo'r pilsos bor ekan.